O'zbekistonda yangilik. Bitta ochasizlar, ochganlaringdan keyin loyiha suvimiz tushadi va oyiga $1000 dan $3000 oilaviy sharoitda 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol sof foyda ko'rsangiz bo'ladi. Bu nima desalar do'stlar, O'zbekistonda yangilik, ya'ni trendga chiqayotgan biznes gazoblok biznesi bo'ladi. Kuniga bemalol mashqdan uyimizdan 500 tadan 1000 tagacha chiqarsalar bo'ladi, ya'ni qolipini olib. Kimgadir qiziq bo'lsa, do'stlar, ushbu biznesda stanoylar sotiladi, narxiga keladigan bo'lsak, $1,500 bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastavka, ustanovka servis mutlaqo bepul bo'ladi. Bu stanoy komplektining ichida do'stlar, mishalkadan tashqari, tenidan tashqari, ruchnoy reskasidan tashqari ikkita qolipini bonus qilib berishadi. Kimgadir shunaqa uy sharoitida biznesda kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, to'liq ma'lumot akalarimiz berishadi. Yor biznesga urg'u beramiz. Gazoblok apparati mana bunaqa gazoblok ishlab chiqarasizlar. Mana bunda kesadigan narsasi bo'ladi bu, bilasizlarmi? Undan tashqari narxi $1,500. Mana bunisi esa $2,500. Bu avtomat tarzda o'zi kesib beradi hammasini. Bunda ikkita biznes. Mana bunaqa penoblok ham ishlab chiqarasizlar. Undan tashqari tomga shunday penoblok quysanglar ham bo'ladi. Narxi $700-800 dan boshlanadi. Xullas, har xil assortimentlardan mavjud o'rtoqlar hozir mana shu profilga aloqaga chiqing, sizlar dastavka xizmati kelishilgan narxlarda.